Iroda rosa xafa bo'lganman. Ish to'xtatganimizda hattoki 2-3 oygacha depressiyada ham yurganman, yosh bo'lganman-da. Bundan 2 yil oldin prodyuserlik sohasiga ilk qadam qo'yishim bo'lgan. Endi o'qiyotgan paytim, endi 1 oy bo'lgan bu sohaga kirib kelganimga va menga birinchilardan bo'lib ishongan biznes hamkorim, ekspertim bu Iroda bo'lganlar. Ramazon oyida 300 tadan ortiq ayol qizlarga Shkola Shastia nomli loyihani tashkillashtirganmiz va men prodyuser sifatida bu loyihada kasb analizini o'tkazganman. Reelsdagi ssenariylar, progress, tashkiliy ishlarni bajarganman. Iroda aytganlar, sevinchi, siz ziloniy hali ekspert bo'lsangiz ham, ziloniy prodyuser bo'lsangiz ham birinchi galga yomon ishlamadingiz deganlar va baribir men hozirgidagi, ya'ni 2 yillik tajribam bilan hozirgi darajadagi prodyuser bo'lmaganman u payt va bu partnyorstvodan ikkita narsa o'rganganman. Birinchisi bu delegирование. Ya'ni u payt hamma ishni o'zim qilganman. Hozir o'sha menda jamoam 20 ga yaqin insonlar ishlashadi. Ikkinchisi bu sifat va reputatsiya. Ya'ni oldin menda kamroq расход bo'lgan-da, to есть расход kam bo'lsin, sifat past bo'lsa ham mayli degan tushuncha bo'lgan va misol uchun arzonroq coworkinglarda, arzonroq studiyalarda, arzonroq mobilograflarda darslarning syomkasi ham kompyuterlarni o'zini kamerasiga olish bo'lganda, lekin hozir menda основной fokus sifatda, reputatsiyada turadi. Mana shu narsalarni men bu hamkorlikdan o'rganganman. Agarda siz ham SMM marketing mutaxassis bo'lsangiz va ish to'xtatgan loyihalaringizdan qanaqa dars olib chiqib ketgansiz, izohda yozib qoldiring.